Hozir siz tasvirlarda ko'rayotgan holat Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida sodir bo'lgan. Gap shundaki, bugun ijtimoiy tarmoqlarda suratdagi erkak ayol kishini qutqarmoqchi bo'lgani uchun o'lgunicha kaltaklandi degan xabarlar tarqaldi. Marhumning yaqinlari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarda keltirilishicha, 32 yoshli marhum ayol kishini qutqaraman deb janjalga aralashgan va oqibatda o'zi kaltaklanib, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Aniqlik kiritilishicha, do'kon egasi marhum tanasining bir nechta qismlariga urib, jarohatlar yetkazgan. Ming afsuski, shifoxonada ko'rsatilgan yordamlarga qaramasdan 32 yoshli erkak vafot etadi. Rasmiylar tomonidan taqdim etilgan xabarda esa marhum spirtli ichimliklar sotiladigan do'konga borgan. Aniqlik kiritilishicha, ikki erkak o'rtasidagi janjalga spirtli ichimlik oldi-sotisi sabab bo'lganligi aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Chirchiq shahrida 2 nafar fuqaro o'zaro mushtlashishi oqibatida ulardan biri 1993-yilda tug'ilgan fuqaro tan jarohati olib, keyinchalik shifoxonada vafot etganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Rasmiylarning xabar berishicha, ushbu ma'lumotlar dastlabki tergov davomida aniqlangan. Surishtiruv ishlari davom etadi. Millar voqea joyiga borib, holatni to'liqroq o'rganishga harakat qiladi. Biz shu o'rinda marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.